do'stlar, men YouTube'ga 2 yillik tanaffusdan so'ng yana qaytib keldim. Men videoni qo'lda olmoqdaman, shuning uchun biroz noqulaylik bo'ladi. Va bugun sizlar bilan men FC Mobile o'ynamoqchiman. FC Mobile'da qanday turnir o'ynamoqchiman? Shuning uchun ertaga sizlar bilan o'ynamoq qilamiz. Albatta bir marta Bruzundan bugun men sizlarga sostavimni obzorini qilib ko'rsataman. O'zlar endi bo'lsa oxirgi videoyimni men kapitan sezonida chiqargan edim va buni ko'pchilikka yoqmagan sabab men to'g'rilash degan narsani tushunmaganman. Xo'p, hozir FK Mobile anchagina rivojlangan, shunga nisbatan e'tibor berasizlar degan umiddaman va hozir men sizlar bilan sostavimni buguncha obzor bo'ladi. Qanaqa obzor bo'ladi? Ularning mexanizmi, oyog'i va bo'ylari haqida bo'ladi. Sostavim ancha o'zgarib ketgan do'stlar va albatta like bosib kommentariy yozing. Albatta men pastgami yoki tepagami, xullas yonimga yozib qo'yapman. Uzr, pauza bo'lib qoldi. Men adashmasam bu tarafga mening do'stimni, ya'ni Joha Minecraft'ni nikini qo'yib qo'ymoqdaman. Albatta unga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki u yaqinda 20 ta bo'lmoqchi. Tayyor bo'lsanglar, bugungi obzorimiz boshlandi. Mana ko'rib turibsizlar, meni sostavim ikkiga nisbatan ancha. Mana darvozabondan boshladik. Darvozabonimiz chapga olaman ko'rishlaring uchun. Iker Casillas 5 ga 3 oyog'i va Al Hilol formasida 200 sakrash, potensial 184, qo'l 184, refleks 189 do'stlar va chapga olamiz va himoyachidan boshladik. Himoyachimiz Franz Beckenbauer, mana yuzini ko'rishlaring mumkin. Yuzi mana ko'rinib turibdi, agar betimiz to'zmayotgan bo'lsa. Franz Beckenbauer 5 ga 3 oyoq Germaniyalik himoyachi va mana ko'rib turibsizlar, anaqa distantlarini 152, 107, 108. Xo'p, bizda Timber degan bolacha turadi. Men buni yaqinda chopib yuboraman. Bilasizlar, menga eski o'yinchilar yoqmaydi. Shuning uchun qolib yuboraman. Va keyingimiz Peter Crouch. Hammangiz bilasiz, Peter Crouchni asosan hamma hujumchi sifatida taniydi, lekin men Peter Crouchni himoya variantida o'ynataman. Jordi Alba Barselona afsonalaridan biri desakdan mubolag'a qilmaydi. Hozirda Inter Miami safida to'p surmoqda. Va yaqinda tushirganim Karrich. Do'stlar 30 qilingan, lekin paslari va ularga uncha ishonmayman, chunki 5 ga 4 oyoq. Uncha ishonmayman. Scholes bugun tushgan o'yinchilardan biri do'stlar. Ko'rasizlar, oyog'i mana yuzini ko'ringlar va diving shotting balobatlarlar full qilinmagan hali. Va bu Guti, Real Madrid afsonalaridan biri. Hammangiz yaxshi bilasiz Gutini. Xo'p desanglar, bu qanday ham o'yna oladi va SMda ham o'ynash qobiliyatiga ega. Shooting, passing, dribbling hammasi mana shu yerda belgilangan. Xo'p, keyingimiz Cole Palmer, hammamiz remontada deyishgandek, Cole Palmer yaqinda menga tushdi 115, 118 qilingan va defending, physical, passing, shooting va paslar hammasi alohida 5 ga 4 oyog'i bilan. Va bu Didier Drogba, do'stlar, Drogba hamma yaxshi biladi. Chelsea afsonasi va mening sostavimning asosiy boyliklaridan biri. Va oxirgi bu janob Rivaldo. Xo'p, oltin to'p sohibi 1999-yil oltin to'p olgan 5 ga 4 oyog'i, braziliyalik, 184 bo'yi va ularning defending futbolist balobatlar. U hamma yo'g'i joyida. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agarda sizga yana bir bor FK Mobile yoki boshqa narsalar haqida qiziq bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va albatta Joha Minecraft kanaliga ham obuna bo'linglar. U mening yaqin do'stim hisoblanadi. Xayr.